Okarun, senga nima bo'ldi? Yaxshimisan? Ahmoq! Bu ovoz. U tovushga javob beryapti. Ammo bu bizning ovozimizga javob bermayapti. Balki u faqat bu uy atrofidagi tepirinayotgan tovushlarni qabul qilayotgandir. Qo'y, to'xta, nimalar qilyapsan? Meni qo'yib yubor. O'lishimga ruxsat ber. Nima? O'lishimga ruxsat ber. Nega bunday bo'lyapti? O'lishimga ruxsat ber. Momo, to'xta! Menga nimadir urildi. Mushukcha, yaxshimisan? Bu yana nimasi? Jin ursin. Voy ahmoq. Lentani bog'lasencha ko'zing ko'rma. Yaxshi. Kechirasan, Okarun. Uni bog'lab bo'lgach, mana bu ahmoqni ham bog'la ahmoq. Kechirasan, Momo. Jin ursin. Nimalar bo'lyapti o'zi? Psixik to'lqinlar. Mana bu chuvoychang ruhiy to'lqinlar chiqaradi. U bu yerdagi odamlarni o'z joniga qasd qilishga majbur qilmoqchi. Nima? Demak, shu tufayli ota-onam. Ammo agar shunday bo'lsa, nega men o'zimni o'ldirmayapman? Momo, to'xta! Buni eplaysan. Qila olasan. Okarun, Momo, hoziroq to'xtang. Iltimos, unday qilmanglar. O'lishimga ruxsat ber.
いたって守りたい革命途中だって君に夢中暗闇染み込む世界で見つけたセンチメンタルな恋うまく抜かるんだ眼差し永遠に色気あるから困った手をつなぐ勇気出したくて身の程わきまえてちゃできないね暗いトンネルの壁滴り落ちる秘密しめやかに高鳴るここダメダメ待って待って呪いも病も抱きしめたいここらで暴れちゃってもいいかなあうなるで血とついたって守りたい革命途中だって君に夢中暗闇染み込む世界で見つけたセンチメンタルな恋Sen! Jiji, bularni kes. Nimagaligini bilmayman, ammo aqlim tiklandi. Momo, Okarun, bizni kechir, Jiji. Bu o'zi nima bo'ldi? Uni sharofati bilan aqlimiz tiklandimi? Junursin, bu dahshat. Uni ko'zlariga qaramang. Uni ko'zi yomon. Uni yomon nigoh odamlarni aqldan ozdiradi va o'z joniga qasd qildiradi. O'z joniga qasd qilish bu ruhiy qurtni kuchi kabimi, a? Ha, bu ikkisini qarama-qarshi to'lqinlari bir-birinikini yo'q qilmoqda. Tushunmadim-u, lekin qurt nimagidir qimirlamayapti. Okarun, qani olg'a. Ha, qani boshladik. To'liq g'azabga o'tish vaqti keldi. Barakalla, uni kesib tashla. To'xta, u qayerga uchib ketdi? U yana og'zini ochdi. Bu adolatdan emas. Uni ko'ziga qaramang. Bu sana ayb emas edi, to'g'rimi? Sana deb ota-onam. Jiji. Faqatgina bir marta men ham boshqa bolalar bilan birga o'ynamoqchi edim. U hali ham tirikmikin, a?
U xuddi tirikka o'xshaydi. Bu yerda sharpa bor. Oy, ovqatini yesin-chi. Ana u yerda oldimizda sharpa turibdi-ku. Bolajonim, bunaqa narsalar yo'q. Kosta nimadir bor. Bu juda kutilmagan narsa bo'ldi. Bolani nima qilamiz? Bu buyuk ilonga nazardir. Biz bu yerdagi hamma narsani dafn qilamiz. Axir bu men unga juda ham achinaman, lekin bu qishloqni himoya qilish uchun, bu Kit oilasi a'zosi sifatida bizni burchimiz. Hech qachon ularni kechirmayman. O'ldiraman barchasini. Men tomonga qara. Ko'zimga qara. Jiji, o'zingni qo'lga ol. U bilan shug'ullanishga vaqtimiz yo'q. Unga nima bo'ldi o'zi? U sendan ketmayapti. Bunday qilma, momo. U boshqacha. U yomon odam emas. Nima, rostdanmi? U butun vaqt davomida o'zi yolg'iz kurashgan va shuncha vaqt azob chekdi. Jiji, to'xta, qayerga? Seni tanang. Hozir shu yerda. To'g'rimi? Jiji, senga nima bo'ldi? To'xta. Nima bo'ldi? Qanchalik pastga tushsak, shunchalik uylar eskiryapti. Yillar davomida qurilgan hamma narsa shu yerdami? Sabr qil. Hozir seni olib chiqaman. Senga nima bo'ldi o'zi? Bu yer qanday joy? Bu yerda uzoq vaqt qamalib turdingmi? Shuncha vaqt meni himoya qilish uchunmi? To'xta, unga yaqinlasha ko'rma, bu yomon. Unga hamdardlik bildirma. Bu odamlarni o'z joniga qasd qilishga undaydigan yo'q-ay. Unday emas. U xuddi bizga o'xshaydi. U boshqacha ko'rinishi mumkin, lekin u biz bilan bir xil. Bu bir xil emas. Sen umuman tushunmayapsan. Hoy, bo'ldi, qilsangizchi. Ikkingiz ham tashlanib oling. Menga hammasini tushuntir, Jiji. Bu yana nima bo'ldi? Ko'rishim bir soniya oqarib ketdi. Jin ursin.
Bu yopishqoq. Bu juda ham yopishqoq ekan. Ishimiz chappasiga ketdi. Ovozingizni o'chiring. Siz omadingizga nima bo'ldi o'zi? Men omadim o'zimdan boshqa hech kimga tegishli emas. Ehtimol omad dushman tarafga ketgandir. Bu nima deganingiz? Hey, u Karon qayoqqa ketdi o'zi? Tanam falaj. Ko'mirlay olmayapman. Biz uni shu yerda kutib o'tirishimiz kerak. Yaxshi, Jiji meni ushlay olasanmi? Bu yerdan qochib ketamiz. Jiji, shoshman, nima bo'ldi? Jiji, Jiji. Kechir. Sendan nafratlandim. Men qo'rqib ketdim va bu sana aybing deb o'yladim. Ammo sen juda ham ko'p azobni boshdan kechirding. O'ynamoqchiman. O'ynashni istayman. Men o'ynamoqchiman. Birga o'ynamoqchiman. Okey, qani boshladik. Xo'sh, qanday o'yin o'ynamoqchisan? Men sen bilan birgaman. Bilaman, bir umr ham yetarli emas. Lekin sen bilan doim birga bo'laman. Nihoyat aytdi. Jiji, ahmoq, senga aytdim-ku. Yomon ko'zga ishonmaslik kerak. Janursan, yana nima bo'ldi? Va nihoyat, bu tanani qo'lga kiritdim. Va hamma insonlarni o'ldirish vaqti keldi. Jiji, bu yomon ko'z uchunmi? Qo'y, tayyorlan, u seni ushlab oladi. Jiji. Senda g'alati kuch bor ekan. Qo'y, ahmoq. Asabimga tegma, hech bo'lmaganda meni qo'yvar. Sen ham yo'qaymisan? Odamlarni qo'liga aylangan. Og'zingga e'tibor ber, bola. Basharingni yorib, orqangga tiqib qo'yaman. Jiji, undan qutul. Seni odatiy ahmoqona xarakteringga nima bo'ldi? Kimga gapirayotganingni o'ylab gapir. Bu tana endi meniki. Endi men odamlarga do'zax qanday ekanligini ko'rsataman. Ajoyib. Bu la'natdan hech qachon qutulib bo'lmaydi. Bu la'nat uyda o'lganlarning chuqur g'azablari ham hamma narsani rad etadi.
Voy la'nati, qachongacha qochib yurasan? Jinursan, bu yerda nima bo'lyapti? Nega Jiji bunday bo'ldi? Sen rostdan ham ahmoq odamsan, a? Seiko buni ko'p marta aytgandi-ku. Ha? Bu yigit daho. Juda daho bo'lib o'sibsan. Sen dahosan. Ha, sen rostdan ham dahosan. Bunday dahshatli kuchga ega ruhiy kuchni tez-tez ko'ravermaysan. Bundan tashqari u jismoniy taraflama ham ustun. Yomon ko'z uni o'z idishi sifatida ishlatishni maqsad qilgan. Qaniydi unga o'zim ham egalik qilsam. Bo'lishi mumkin emas. Jiji bolalikdan ham hozir ham dahoga o'xshamaydi-ku. Har bir insonning uyg'onishi uchun o'z vaqti bor. Axir o'zing ham yaqinda bu kuchga ega bo'lding-ku, ahmoq. Qani biron narsa qil, Momo. U sen tomonda emas. Haromi, Momoshanga qo'l ko'tarishga qanday hadding sig'di? Telegramdagi Anisiti kanali uchun maxsus 2025-yil o'zbek tiliga o'girildi. Ovoz berishda ishtirok etdi Maximus va Jinx. Tarjimon Maximus, taymingda esa betakror Maximus. Katta ya! Zo'r qism bo'ldi. Hammaga rahmat. 今どう思ってる君が気になりだす気候法でねえ今どう感じてるバイトほったらかし思いよってよく泣いてよく食べているのにちょっと待ってちょうど空いているのによく泣いてよく食べているのに用もないしどうかさどうかせるのに会いたいでもこじらせどうかさどうかせるのになれないまま君と出会いどうかさ未開拓真相に迫りたい未開拓真実を手にしたいどうかせるのになれないまま君と出会いどうかせるのに会いたいでもこじらせどうかさどうかせるのになれないまま君と出会いどうかさ未開拓真相に迫りたい未開拓真実を手にしたいどうかせるのに戦いで愛どうかせるよ許さねえ。許さねえ。何を許さないんですか？人間ってのはよ、気づいたら許さねえって言っちまう生き物なんだよ。超わかる。次回、許さねえぜ。だから何を許さないんですか？ってあれ、この会話どこかでしたような。